Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun seshanba. Tuvan dediktanlar xabarlarimizning tafsiloti bo'lsin. Reuters agentlik torining 1-noyabrdagi xabarga ko'ra, Amerika Ovon palatasi Amerika bilan Xitoy Kompartiyasi o'rtasidagi strategik raqobat alohida komitetining Cumhuriyetchilar partiyasidan bo'lgan raisi Mike Gallagher va peshqadam demokratlardan Raja Krishnamurti navbatda Amerikaning bexatar uçqusiz aeroplan qonunini tunishtirmoqchi ekan. Gallagher mundaq dedi: "Bu qonun loyihasi hukumatning amerikalik bosh topshiruvchilarning dollarini ishlatib, bu uskunlarni Xitoy qatorliq davlatlardan sotib olishini cheklaydi. Parlamentning har ikki partiyaning qo'llashiga erishgan mazkur qonun loyihasini ma'qullab, Amerikaning manfaatini va bexatar ta'minlash zanjirini qo'g'dishni so'rar. Bu qonun loyihasida yana yerlik va shtatlik hukumatlarning hukumat mablag'idan foydalanib, Xitoyning uçqusiz aeroplanlarini sotib olish cheklandi ekan. Shundaqla Xitoyda sotib savdo xarakterlik tayyor uçqusiz aeroplanlarning soni haqida doklad sunish talab qilindi ekan. Krishnamurti bu vaqtda munolarni bildirgan. Bu qonun loyihasi hukumat organlarining chet elda yasalgan uçqusiz aeroplan texnikasini tayinishidan kelib chiqqan har qanday yutuqni oldini oladi va Amerikaning uçqusiz aeroplan sanoatining taraqqiyotiga ilhom beradi. Bundan sirt Amerika Kengash palatasi 31 oktyabr Cumhuriyetçi Kengash palata a'zosi Marsha va demokratchi Mark Warner birlikda o'tirib qo'ygan Federatsiya Avasiya boshqarish idorasining Xitoy, Rossiya, Iran, Shimoliy Koreya, Venezuela yoki Kuba ishlab chiqargan uçqusiz aeroplanni federatsiya mablag'i bilan ta'minlashni cheklaydigan tuzitish loyihasini birdek ma'qullagan. Blackburn bu vaqtda mundaq degan: "Bosh topshiruvchilarning dollari davlatimizga dushmanlik qiladigan rayonlarda ishlab chiqarilgan uçqusiz aeroplanlarni hargiz mablag' bilan ta'minlamaslik kerak." PBS torining 3-noyabrdagi xabarga ko'ra, Yaponiya va Filippin rahbarlari shu kuni harbiy qismlarining o'rtaq harbiy manevr o'tkazish uchun bir-birining ziminiga kirishiga ruxsat qiladigan muhim mudofaa kelishimi tuzish to'g'risida suhbat boshlashda o'rtaq fikr hosil qilgan. Bu qaror mazkur ikki davlatning Xitoyning bu rayonda borgan sari qo'riq o'sib ketganligiga qarata ittifoqdoshlikni kuchaytirish o'rnishining bir qismi ekan. Manilada 2 kunlik ziyoratda bo'lib o'tgan Yaponiya bosh ministri Fumio Kishida yana Filippin prezidenti Fernando Marcos bilan suhbatlashgandan keyin Filippinga dengiz bo'yini nazorat qilish radari berilganligini e'lon qilgan bo'lib, Filippin Yaponiyaning yangidan yo'l qo'yilgan rayondagi ittifoqdoshlarga yordam berish planining tunji manfaatlanuvchisi ekan. Kishida yana munolarni bildirgan: Yaponiya Filippinning dengiz okeanlarida qonun ijro qilish iqtidorini kuchaytirish uchun uni texnik ko'p charlash paraxti, mudofaa asalari va radar bilan ta'minlaydi. Yaponiya yaqin yillarda Filippinni 10 dan ortiq charlash paraxti bilan ta'minlagan bo'lib, hozir bu paraxtlar asosida Filippinning talash tortishdagi Janubiy Xitoy dengizidagi territoriya manfaatini qo'g'dash uchun ishlatilmoqda ekan. İki hafta ilgari Xitoy paraxotlari Janubiy Xitoy dengizidagi talash tortishdagi 2-chi Tomas sohilining yanida Filippinning bir dona dengiz qirg'oqi muhofazat paraxoti va bir dona ta'minlash paraxotini to'sib zarba bergan. Yaponiya darhol o'zining Filippinni kuchli qo'llaydiganligini bildirgan. Amerika agar Filippin askarlari talash tortishdagi dengiz rayonida qurolli hujum uchirsa, o'zining shartnomali ittifoqdoshini qo'llash majburiyatini ado qilgan haqida takror ogohlantirgan. Kishida 3-noyabr kechda Marcos bilan o'tkazilgan televizorda tarqatilgan axborot e'lon qilish yig'inida mundaq degan: "Biz Sharqiy Xitoy dengizi va Janubiy Xitoy dengizidagi vaziyatdan qattiq tashvishlanmoqdamiz. Mavjud holatni qurol kuch orqali o'z oldiga o'zgartirish o'rinishini qabul qilib bo'lmaydi." Marcos Monolan bildirgan. Tuzilgisi mudofaa kelishimi o'zaro ziyorat kelishimi deb atalgan bo'lib, u bizning davlat mudofaasi va harbiy xodimlarimizga shundaqla rayonimizning tinchligi va muqimligini qo'g'dashga foydali. Politiko torining 3-noyabrdagi xabarga ko'ra, Xi Jinping shu kuni Germaniya bosh ministri Olaf Scholz bilan tor orqali paranglashib, Yevropa ittifoqining iqtisodiy bexatarlik strategiyasiga ochiq-oshkor hujum qilgan va Germaniyani Xitoyning mablag'iga echilishga chaqirgan. Xitoy davlat taraqqiyot Xinhua agentligiga ko'ra, Xi Jinping mundaq degan: "Men Germaniyaning Yevropa ittifoqining bozor odillik prinsipiga rioya qilishiga, shundaqla odil bozor raqobati va odil sodini qo'g'dash, sanoat zanjiri va qimmat zanjirining muqimligini saqlash uchun Xitoy bilan hamkorlashiga turtki bo'lishni umid qilaman." Yaqinda Yevropa komiteti Xitoyda ishlangan to'qliq mashinalarga davlat tarafidan berilgan to'liqlama pulga qarta tekshirishni boshlagan edi. Gerçi Xi Jinping bu tekshirishni tilga olmagan bo'lsa-mu, ammo bu harakat sababli Xitoyning bir nafar yuqori darajalik amaldori Yevropa ittifoqidan savdo vaziyatini yaxshilash tadbirlarini qo'llanganda o'zini tutib olishni talab qilgan. Xi Jinpingning yil oxirida Yevropa komiteti va Yevropa kengashining raislari Ursula von der Leyen va Charles Michel bilan ko'rishadiganligi mo'ljallanmoqda. Yevropa ittifoqining ishki bozor komissari Siri Birton kelar hafta Beyjingni va Hong Kongni ziyorat qilmoqchi. Xi Jinping Yevropa ittifoqining Xitoyga qaratgan tutum jihatda Amerikaning nazaridan mengishidan andish qilmoqda. Xi Jinping yana monolan bildirgan: Xitoy Yevropa munosabati dunyo tartibining muqimligi va Yevro-Osiyo cho'ng quruqligining gullanishidagi oshkosh. Xitoy Yevropani universal strategik sherik va ko'p qutbli dunyodagi muhim qutb deb qaraydi. Xi Jinpingning bu yerda ko'p qutbli dunyoni tilga olishi Amerika boshchiligidagi mavjud dunyo tartibiga qartilgan hujum deb qaralmoqda.
Germaniya Baş Ministri işxanasının qısqa bayanatida Scholz bilan Xi Jinpingning ikki taraflik munosabat va iqtisodiy hamkorlik to'g'risida fikr almashtirganini o'tirib qo'ygan. Xinhua agentligining xabarida ko'rsatilishicha, Scholz Germaniya Xitoy munosabatini cho'nqurlashtirish va Xitoyda savdo qiladigan Germaniya shirkatlari uchun eng zo'r yutuqlarni qo'lga keltirishga qiziqadiganligini ifodalagan. Ammo uning Xitoy Yevropa munosabatiga tutgan pozitsiyasi tillanmagan. Reuters agentligining 5-noyabrdagi xabariga ko'ra, Xitoyni ziyorat qilgan Avstraliya bosh ministri Antoni Albanisi shu kuni suhbat va hamkorlikni asos qilgan ikki taraflik munosabatni barpo qilish hammamizning manfaatiga uyg'un degan bo'lib, bu Avstraliya rahbarlarining yaqinqi 7 yildan buyon tunji qadim Xitoyni ziyorat qilish ekan. Antoni Albanisi Xitoy bosh ministri Li Qiang tarafidan ochilgan Shanxayda yilda bir o'tkazilgan Xitoy xalqaro import ko'rgazmasida qisqa nutq so'zlab, Avstraliyaning Xitoy bilan ijobiy hamkorlikni davomlashtirganligini bildirgan. Albanisi 2016 yildan buyon tunji bo'lib Xitoyni ziyorat qilgan Avstraliya rahbari bo'lib, u bu qatimliq ziyorat orqali Xitoy telegraf shirkati Huawei COVID-19 josuslik va talash-tortishlar sababidan ko'p yillardan buyon nacharlashib ketgan munosabatni asli keltirishni maqsad qilgan. Albanisi so'zidan keyin Avstraliya savdo ministri Don Farrell bilan birga taratqularga xitob qilib, Li Qiangning ko'rgazmada qilgan so'zini intayin ijobiy deb olqishlagan. Farrell 4-noyabr Xitoy maqomlishi bilan ko'rishgandan keyin Avstraliya dengiz mahsulotlari va qizil go'sht mahsulotlari qartilgan to'siqlarning nihoyat qisqa vaqt ichida yo'qotilishini umid qilganligini aytgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga emanet.